Buqog'i olingan, qalqonsimon bezi to'liq olingan ayollarimiz bor oramizda. Hozirgi kunda qabulimda 3-4 ta nazoratdagi ayollarimiz bor. Buqog'i to'liq operatsiya qilib olingan. Bitta ayolimiz bepishlik tashxisi bilan kelishdi, davo muolajalar olib homilador bo'lishdi va hozirgi kunda ular nazoratimizda. Qalqonsimon bez bilamiz muhim organ, yurak ritmi, tana harorati, moddalar almashinuvini nazorat qiladi. Buqog'idan ayrilgandan keyin panikaga tushadi. Endi homilador bo'lamanmi, sog'lom farzand tug'a olmaymanmi, homiladorligim qanday kechadi, tushkunlik holatida kelishadi. Buqoq olingandan keyin qalqonsimon bez funksiyasini bajaruvchi sintetik tabletkalari bor. Uni doimiy ravishda qabul qilib borasiz. Homiladorlik davrida ginekolog hamda endokrinolog birgalikda ishlaymiz. Endokrinolog shifokorining asosiy vazifasi o'rnini bosuvchi sintetik tabletkani to'g'ri korreksiya qilib berish. Qonda qalqonsimon bez gormonlar titrini muvozanatda ushlab turishdan iborat. Ginekolog shifokorlari vitaminlarni maksimal darajada ozgina cheklaymiz. Ayniqsa magniy preparatini cheklaymiz. Kalsiyga ehtiyoji yuqori bo'ladi. Kalsiy bilan organizm ta'minlanadi. 6 oyda bir onkogen xavf tufayli qalqonsimon bezi olingani uchun ko'krak bezi, tuxumdon, bachadon onkomarkyorlarini tekshirib turamiz. Agar sizda ham tushkunlik holati, homilador bo'la olmayotgan bo'lsangiz yoki sog'lom homilaga tayyorgarlik ko'rmoqchi bo'lsangiz, marhamat qabulimizga yoziling. Ko'proq ma'lumot olish uchun sahifamizga obuna bo'ling.